Reanimatsiya sohasi shunaqa. Ya'ni biz kasallik tanlamaymiz, muhit tanlamaymiz yoki inson tanlamaymiz. Har doim biz qilishimiz kerak bo'lgan maksimal ishlarni qilamiz. Ya'ni qo'limizdan keladigan maksimal yordamlar beriladi. Shifo esa Allohdan. Bemorda o't yo'li bilan 12 barmoqli ichak birga qo'shilib, o't suyuqligi to'g'ridan-to'g'ri 12 barmoq qo'shiladigan operatsiya bor. O'sha operatsiyani amalga oshirishgan, lekin bemorning sepsis holati bo'lganligi sababli, mexanik farqli bo'lganligi sababli choklar yaxshi ushlamaganda, ichak bilan o't yo'li ulangan joyda chok yetishmovchilik sabab choklar ochilib ketib, axlat, ya'ni qo'pol qilayotgan najas, qorin bo'shlig'i, ya'ni toza steril joyga tushishni boshlagan va bemor holati yana ham og'irlashgan. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? O'zingizsiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. O'zgarishlar yaxshimi? Yaxshi. Nima qiyinchiliklar kechirdingiz shu yerda? Sal o'ziga keldiz, natija bo'ldimi? Ancha o'zimga kelib qoldim. Qiyin yotdim. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Reanimatsiya Toshkent. Bugun sizlar bilan gaplashadigan temamiz o't yo'lida tosh paydo bo'lishi. Ya'ni xolesistit deydi. Toshli xolesistit. Xalq tilida esa buni zahardon ham deyshadi. Ya'ni noto'g'ri ovqatlanish hisobiga insonning hayotiy tarzi o'sha hayotiy davomida vaqtida ovqat yemaslik, uxlamaslik, juda ham ko'p yog'li, sho'rli ovqatlar yeyishni hisobida insonda jigar sistemasi bilan bog'liq bo'lgan, ovqat hazm qilish sistemasi bilan bog'liq bo'lgan o't qopi mavjud. O'tda o't suyuqligi ajraladi va u ovqat hazm qilishga va ichaklarning yurishiga yordam beruvchi suyuqlik hisoblanadi. Sizlarga xalq uchun joydal tilda gapirib beryapman. Meditsina tilida tushuntirib bersam hamma tushunadi menimcha. Hozir shunaqa holat bo'lgan, bitta insonning hayoti bilan bog'liq bo'lgan bitta bir seylik istoriyani, seylik tarixni sizlarga gapirib beraman. Bizga bitta bemorimiz bor. Ularda ya'ni hayoti davomida shu noto'g'ri ovqatlanish, semizlik, vaqtida uxlamaslik va yog'li sho'rli ovqatlar yeyishning hisobida o't yo'llarida tosh paydo bo'lgan va o't qopi olib tashlash jarrohlik amaliyoti amalga oshirish uchun shifoxonaga murojaat qilganlar va o'tda o't qopi olib tashlangan. O't qopi olib tashlangandan so'ng toshlar turgan joy, ya'ni tosh o't yo'liga ham tiqilgan bo'lgan, jaydar qilib aytganda, va o't qopini olib tashlash hisobiga masala yechim topmagan. Shuni hisobida bemor yana ma'lum muddatdan keyin bemorda sarg'ayish, qorin dam bo'lishi, og'riqlar paydo bo'lgani sabab yana qayta shifokorga murojaat qilganlar va bemorimiz RPHG deyshadi, ya'ni og'iz orqali oshqozonga tushib, o't yo'lining teshigi orqali tosh bo'laklari o'sha teshikdan o't yo'lidan olib chiqib ketilishi kerak. Shu amaliyot amalga oshirilib, o't yo'liga stent qo'yishgan, o't yo'lini ochish uchun. Lekin bu qarangki, bu operatsiya, ya'ni bu yordam chora-tadbirlari ham omadsiz yakunlangan. Bemor hech qancha vaqt o'tmasdan yana qayta mexanik sariqlik, ya'ni limon kabi sarg'ayib ketish va boyagi shikoyatlar qayta murojaat qiling, boyagi shikoyatlar bilan va bemorimiz biz borib ko'rganmiz. Bemorimiz Guliston shahridanlar. Bemorimizni borib ko'rganimizda holatlari juda ham og'ir, nafas yetishmovchiligi og'ir, betoqatlik va juda ham sepsis holatida. Sepsis holatda bo'lganlar qayta operatsiya qilingan. Ya'ni bu holatda qanaqa operatsiya amalga oshiriladi? Bemorda o't yo'li bilan 12 barmoqli ichak birga qo'shilib, o't suyuqligi to'g'ridan-to'g'ri 12 barmoq qo'shiladigan operatsiya bor. O'sha operatsiyani amalga oshirishgan, lekin bemorning sepsis holati bo'lganligi sababli, mexanik farqli bo'lganligi sababli choklar yaxshi ushlamaganda, ichak bilan o't yo'li ulangan joyda chok yetishmovchilik sabab choklar ochilib ketib, axlat, ya'ni qo'pol qilayotgan najas, qorin bo'shlig'i, ya'ni toza steril joyga tushishni boshlagan va bemor holati yana ham og'irlashgan. Biz borib ko'rganda bemor holati juda ham og'ir bo'lganligi sababli juda ham katta tavakkal qilgan holatda bemor o'zimizni shifoxonamizga olib kelib, qayta operatsiyalarni tekshiruvlardan o'tgandan keyin qayta operatsiyani taklif qilganmiz, lekin operatsiya vaqtida bo'lishi mumkin bo'lgan og'ir holatda, ya'ni bemorning hayoti daji to'xtashi mumkin bo'lgan holatlar, operatsiya yana ham neudachniy, ya'ni omadsizki bo'lishi mumkin yoki ichaklar yurmay qolishi mumkin, ichkarida ichaklar qo'pol qilayotganda chirigan bo'lishi mumkin kabi asoratlarni to'g'ri tushuntirgan holatda operatsiyani taklif qilganmiz. Avvalasi shifo Allohdan, har doim men bu gapni juda ko'p takrorlayman. Shunaqa juda katta riskdan keyin bemorimizda bo'lgan hozir natijalar qilingan ishlar bilan tanishtirib boraman. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizsiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. O'zgarishlar yaxshimi? Yaxshi, xudoga. Nima qiyinchiliklar kechirdingiz shu yerda? Sal o'ziga keldingizmi, natija bo'ldimi? Ancha o'zimga kelib qoldim. Qiyin yotdim.
Mayli, ko'rgan kechirgan shu bo'lsin opa, sizni qiynamaymiz. Sizga o'tilgan ozgina davo muolajalar bilan ozgina tanishtirib o'tamiz. Bemorda qayta rel aparatomiya, ya'ni qorin bo'shlig'i qayta ochilingan va bo'yatganda o't yo'li bilan ichakka anastomoz qayta o'rnatilgan, qorin bo'shlig'i to'liq yuvilgan, tozalangan va qorin bo'shlig'iga bemorimizga drenajlar, ya'ni trubkalar o'rnatib qo'yilgan va drenajlardan ajralmoqda. Hozir juda ham ajralmalar kamaygan, tiniqlashgan. Asosiy davo muolajalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bemorda qilinayotgan asosiy davo muolajalardan, ya'ni suv, tuz, elektrod almashinuvini nazorat qilish va qon tomir ichidagi suyuqlikning kam yoki ko'pligini o'lchab turish maqsadida markaziy vena kateteri o'rnatilgan va bemorimizda qorin bo'shlig'ida ichaklar bilan muammo bo'lganligi sababli va qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan operatsiyada choklar ochilib ketmasligi uchun ovqatlanmaslik, ya'ni bemorimiz 5 kundan beri ovqatlanmayapti. Uni o'rniga bizda sun'iy ovqat, ya'ni qon tomir orqali parenteral pitaniya deyshadi. Qon tomir orqali jo'natib kerakli energiyani o'lchagan holatda oziq-ovqatlar berilmoqda va kerakli kapinsi va tuzlar qo'yish amalga oshirilmoqda va bemorimizda qorin bo'shlig'ida muammo bo'lganligi sababli qorin bo'shlig'idagi bosim baland bo'lsa, o'pkani yuqoriga ko'tarib, qorin bo'shlig'i pastki o'pka pnevmoniyasi, ya'ni nijniy dolevой pnevmoniya deydi. Zastoyniy nijniy dolevой pnevmoniya deyshadi. Shu holat rivojlanib bemorda nafas yetishmovchilik bo'lganligi sababli 5 kun mobaynida IVL apparatida saqlangan, CPAP fonida va bugunga kelib bemorimiz hozirda holatlari aktivlashgan. Bemorda aktivlashtirish jarayonlari olib borilmoqda. Hozir aktivlashtirish nima uchun kerak bo'ladi? Aktivlashtirishni erta aktivlashtirishdan maqsad bo'ladi kutiladigan eng katta risk. Ya'ni operatsiya o'tkazadigan har bir bemor bilish kerak bo'lgan narsa. Ya'ni qancha tez aktiv bo'lsangiz, ichaklaringiz yurishi, qorindagi gazlarning chiqishi va qorinning yengil bo'lishi va qon aylanishini yaxshi bo'lishi. Shuning hisobida sizda tromb rivojlanishi va holatingizni og'irlashmasligi uchun yordam bo'ladigan narsa hisoblanadi. Shuning uchun bemorlarda operatsiya turiga qarab erta aktivizatsiya soatlari belgilanadi. Ko'rib turganlaringizdek, bemorimiz holati juda ham og'ir bo'lgan, lekin har bir insonning peshonasida yozilgan narsasidan ortiq bo'lmaydi. Bunga kimdir sababchi bo'lmaydi. Peshonada yozilganini ko'rasiz. Bu yerda hech kimni ayblash yoki kimdir aybi yo'q. Faqat bu yerda bo'ladigan narsa, peshonada yozilgan narsa va shu kunlarni ko'rishingiz kerak bo'lgan. Reanimatsiya sohasi shunaqa. Ya'ni biz kasallik tanlamaymiz, muhit tanlamaymiz yoki inson tanlamaymiz. Har doim biz qilishimiz kerak bo'lgan maksimal ishlarni qilamiz. Ya'ni qo'limizdan keladigan maksimal yordamlar beriladi. Shifo esa Allohdan. Duoda bo'linglar. Sizlar bilan reanimatsiya tashkil bo'ldi. Agar sizlarni qiziqtiradigan qanaqadir savollar, qaysidir kasalliklar haqida qanaqadir ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, Instagram sahifamiz orqali yoki Telegram gruppamiz orqali bizga yozsangiz, biz sizga onlayn javob berishga yoki shu haqida videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan reanimatsiya tashkil.